Bobur kolxozida ko'rib turganingizdek ixchamgina bo'lgan 3 sotixdan iborat 3 xonali chiroyli xonadonimiz obzoriga keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aytib o'tganimizdek, Bobur eski nomi Bobur kolxoz bugungi kunda O'rta Sho'rada 3 sotixdan iborat bo'lgan 85-yilda tepasiga qurilgan ixchamgina chiroyli xonadonimiz obzoriga keldik. Xonadonimiz hisobda bez расход, ya'ni olasiz inshaalloh kir yashaydigan holatda 3 ta xonasi bor, oshxonasi отдельный. Bu yerda chiroyli yana yaqinda o'zlari uchun umumiy sanuzel qilib qo'yishgan. Uyning ichidan kiriladi. Bu yerda chiroyli kladovkasi bor. Xo'p, oyoqdaylarni chiroyli stяжка qilib qo'ygan. E'tibor berasiz, temir chiroyli robotlar qo'yib qo'yishgan. Roboti ham yaxshi. Eshiklarda chiroyli zelen zona, огородlar ham bor ko'cha tarafdan. Xo'p, kirganimizda bu birinchi xonamiz, oshxonamiz. Oshxonaga отдельный ariston qo'yib qo'ygan. Oshxona shunaqa kirishingiz bilan operatorimiz mana ko'rsatadi. Chiroyli bitta zalimiz. Xohlasa spalniy qilaveradi bemalol, bitta spalniy. Zal narada qilsa bo'ladi. Bu yerda bitta spalniy qiladigan bo'lsangiz, isitish tizimlari ham bor. Oyoq taylarini chiroyli holatda pol qilib qo'yishgan. Xo'p, oynalari akfarom qilingan. Chiroyli zamonaviy ichkari eshiklar qo'yib qo'ygan. Xo'p, tokni ham 220 volt qilishlik uchun chiroyli holatda apparaturalarni ham qo'yishgan. Bu bitta yana kichkina xonamiz, ikkinchi xonamiz. Umumiy 3 ta xonadan iborat. Xo'p, bu 3-chi spalniyimiz, 3-chi xonamiz, to'g'rirog'i. Oyoqdaylar taxta bor qilingan. Nariyadagi xona bilan bu xonani isitish tizimi bitta. Shu jihozlari bilan birga ekan. Shu mebel bu narsalar qoladi, mayda-chuydalar. Bu yerda sanuzel ham ichkarida bemalol kirib foydalansa bo'ladigan holatda. Xonadonimizni bugungi kunda bahosini egalari 65 ming so'rashatuvdi. Biz kelib, yuz gaplashib, chiroyli holatda 56 mingga tushirib qo'ydi inshaalloh. Keldi yana sunnatiga balkim o't berishardi xolasa. Ziynat uy-joy savdo inshaalloh chiroyli xizmatlaringizda bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.